Hammaga assalomu alaykum, qadrlilar, sizlar yaxshimisizlar? Bugun Andijon Jahon bozorida Optim joydan, xudo xolasa ayollar uchun, opalarimiz uchun so'ragan idish tovoqlar, bagema idish tovoq hamma firmenning zavod Dubay, Turkiya, Ukraina hammasini obzorni qilib o'tamiz. Juda ko'pchilik opalarimiz so'ragan. Xudo xolasa Optimlik uchun qiziqdim. Sizlar uchun shuning uchun bitta kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Obzorimizni boshlaymiz, qadrlilar. Ketdik. Assalomu alaykum qadrli opalar, tuzumsizlar, yaxshimisizlar, obunachilarim. Xudo xolasa mana sizlar so'ragan bagema idish tovoqlarning eng zo'r joyiga, eng asosiysi Optim joyiga kelganman. Birinchi qo'l, xudo xolasa obzorimizni boshlaymiz. Hojon assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bir chekkadan modellari, nomi qayerda ishlab chiqarilgan, keyin narxlari bilan birin-ketin tanishtirib o'tamiz. Bunimiz bu shishalilar Gold, bu ham Xitoyda original tovarlari. Komplekti 12 ta bo'ladi. Bu boshida kelganda 1 millionda tepasida kelgan. Hozir aksiyada 800 mingdan qilib beryapmiz. 800 ming. Hozir aksiyada? Ha. Xo'p, bunimizchi? Bularimiz 1 million 200, bu ham aksiyada 1,5 millionligida, bu ham aksiyaga tushgan. Albina firma bu. 12 ta, 2 ta meva. Xitoy tozasidan. Xitoy tozasidan. Hop. Albina firmasi 12 ta u ham. Ha, bular ham Xitoydiki. Bagemalarimiz 12 tadan, 2 tadan mevali, 2 ta shokoladi bor. 8 ta chakchukka. Bu ham 12 taliklar. Bular 750 mingdan. 750 mingdan. Hop bo'ladi. Endi bunimiz, bu ham komplekt bo'ladimi? Ha, bular 62 talik komplektlarimiz. Hop. Hop, 62 taliklar 1 million 250. 1 million 250 ming so'm. Aha. Aytib qo'yay, bu yer Optim joyi, misol narxini kami yo'q. Chunki boshqa joylar bilan solishtirib ko'raverasizlar. Chunki u yoqda qimmat, men aylanib ko'rdim. Bunimiz komplekt ichida 950 ming. Ha. Bular ham 62 talik. Milanalar Xitoydiki. Milana. Ha. Hop. 950 ming so'm. 950 ming so'm. Xo'p, endi bu tepadagimizchi, hojon? Ular 1 million 200. Karolinalarimiz 12 talik. 12 talik. Ranglari ham zo'rgan. Xitoymi bu ham? Ha, Xitoy. Xo'p, bularimiz 650 ming. 650 Toshlarimiz. Nechtalik bu? Mana ular 12 talik. Ular alohida 3 taliklar. Alohidan bu. Ha, ular 120, 110 mingdan ikki xili bor. Hop, tushunarli. Max. Hop, bu komplektimiz Paxtagulni yaxshi ko'rganlar uchun u ham alohida 1 million 100, bu ham aksiyaga tushdi. Nechtalik? 60? 62 talik bu. Bunimizchi? Hozir opamiz seriapti. Bular 950 ming so'm. 950 ming so'm. Nari ko'rganimizni boshqa gullidan. Boshqa gullidan. Ha, tushunarli. Bunimiz? Bular tafsiriy naborlarimiz 1 million 50 ming. 1 million 50 ming. Nechtalik bu? Bu 34 talik, ha. 34 talik. Xo'p, berdim. Bularda chaynak yo'qligi uchun 800 ming. 800 ming so'm. Xo'p. Hozir aytayotgan, ha, gapiravering. Monimiz ukrainskiy naborlarimiz. Hammasi bo'lib 66 ta. Puli 1 million. 1 million. Xo'p, bunimiz? Bu ham zavtri nabor 950 ming so'm. Aha, narxi yozib qo'yilgan ekan. Bunimiz? Ular 1 million 100, 34 talik. Chaynagi ham bor buni. Hojon, hozir savol tug'ilib qoldi. Qayerdalar? Xitoy bilan Ukrainani eshitdim. Yana qayerlarga bor, misol brendlar Xitoy, mana ular Dubaydiki. Ha, mana Dubay. Ha, Dubaydiki. Bular donaga sotiladi. Bitta tarelkasi 75 ming, avvalni yesam 75, chaynaklari 100 mingdan, chinilari 55 mingdan, piyolasi Ramazon uchun tugab qoldi. Piyolalari ham bor edi. Bor. Mabodo zakasi keladi. Ha, keladi. Bular 500 ming. Gold firma, bu ham aksiyada. 12 talik. 12 talik. Tepadagilarimiz ham aksiyada 400 ming, 350 mingdan. Bunimiz? Bu Xitoy, narigisi Turkiyaniki. U ham aksiyada 500 ming, 12 tasi. Bu ham 500 ming? Boshqami bu? Bu Xitoy, narigisi Dubay. Nima? Turkiya. Aha. Ashu Turkiya. Xo'p. Endi bunimiz? U ham ashu Turkiyadan mana bayroqchalari bilan 450, buni aksiyada qilib qo'yganmiz. Bayroqchalari bilan. Xo'p, bunimiz donaga 30 mingmi? Donaga 30 ming ular. Hali nimani komplektga sinib qo'yganlar kelib xillab olib ketaveradi. Bunaqa donaliklarimiz ko'p. Ha, unaqaga ham bor. Ha, unaqalarga ham bor. Обязательно komplekt olish shart emasning. Xo'p, buletda misol. Bular komplektlarimiz restoranlarga, haligi arendaga idish beradiganlar oladi, chunki
hamma narsasi bor, davomli keladi. Donaga xohlaganicha, xohlasa 6 kishilik, xohlasa 10, xohlasa 50 kishilik olishi mumkin. Ha, nimasi cheklanmagan miqdori. Cheklanmagan. Piyolasi ham bor, chinisi, chaynagi, manaqa mana salatga, turburchiliklari ham bor. Bu ham salatga tarelkalari 05, 06, 07lari, 10liklar tarelkalari bor. Chaynaklari bor. Demak, donaga ham sotilyapti, zo'r ekan. Chaynak pastga tushib qoldi. Chaynaklari bor. Xo'p, bularni ham narxi har xil ekan. Ha, kichkinasi 12 ming, 7 tarelkasi 15 ming, bu turburchigi ham 15, undan kattarog'i 20 ming. Chaynaklari 65 mingdan, chinilari 15,5, piyolasi 7,5 optimga. Bularimiz-chi, misol boshqa piyolarimiz 6 mingdan, molar 7,5 mingdan, 6,5 ming monovi Torex'lardiki 14 ming chinilari. Tushunarli. Pastdagilar Bu Dubay tarelkalari donasi 20 mingdan, chinilari 40 mingdan. Dubaydan o'zinglar olib kelasizlar endi. Ha, go'zal, chiroyli narsalar mana. Bu yerda ham mana tarelkalar zo'rlari bor. Xitoydiki bular, ha, orqadagilar molar Dubaydiki tarelkalar, ha. Qolgan oldidagilar Xitoydiki. 50 ming, 45 ming. Bunimiz-chi? Bu ham Dubay. Bu ham 50 ming, ha. 50 ming so'm. Xo'p, bu yerda ham nabollar bor ekan. Xitoy yakka istaganlarga, yakkalilar, buni bu yog'i. Chini, piyola xohlaganicha olishi mumkin. Chaynaklari, gullarni moslab olishi mumkin. Tushunarli. Xo'p, endi bu yerda vazalar, chaqchuqqa. Vazalar, ha, chaqchuqqa, mevalarga. Bunimizmi? Bu kompotga uchun. Zo'r narsa. Kompot nimalar? 100 ming. Ha, 100 mingdan. Aha, tushunarli. Bularimiz-chi? Bular 120 ming. Ha, 3taliklar. Bularimiz mana 45 ming, tepasi shisha ekan. Ha. Bularimiz-chi, hojijonim? Ular mis aralashgan 110 mingdan ular. 110 ming. Ana arzonlari 45 ming, 30 mingdan boshlanadi. Ko'rishinglar mumkin. 120 ming. Bu donaga turishiga bu, hozir aytilayotgani. Turishiga donaga. 110 ming. Bu tepadagilarimiz nech pulgacha, hojijonim? Tepadagilarimiz eng arzoni boshlanadi. 3taliklar 65 mingdan 110, 120 minggacha. 110, 120 minggacha. Xo'p. Yana nimalarimiz? Bu yerda turk bardaklari bor choy uchun. Donasimi yo turishimi? Bular 6tasi 45 ming. 6tasi. Optim joy bu. Xo'p, bularimiz ular ham Turkiyaniki bardaklari. 6tasi 130 ming. 130 ming. Bu qantovlarimiz 45 mingdan donasi. Bu ham Turkiyaniki. Brend Turkiyadagi. Mollarimiz ham hammasi Turkiyaniki. Idishlarimiz bor, nima? Salatnisalarimiz ham Turkiya, akrillar Turkiyaniki. Demak, donaga 20 ming, 30 ming ko'rib turgan. Mana shu qatorda, mana shu yergacha hattoki monolarimiz ham Turkiyaniki. Bir chekidan nima qilsak-da, bunimiz hozir komplekt fikrami boshqa? Yo'q, donalab xohlaganini olishi mumkin. Ha, donalabga. 180 ming so'm. 180 ming. Etashli mevalar uchun, molar nimalarga, shirinliklar uchun 130 ming so'm. Ular narxlar yozib qo'ygan ekansizlar, hali qiyin bo'lmayapti. 150 molarimiz. 150 ming so'm. Bu nimani ishlarimiz mavjud. U nima, xaridorlar o'zlari ham farqlab olsa bo'ladi. Masalan, mononimiz arzon 120 ming, manovi 150 ming. Bu Turkiyaniki og'irroq bo'ladi, Xitoydagi yengilroq bo'ladi. Ko'rinishda ham anchagina farq qiladi. Sifatan shunga yarashadi. Sifati ham shunga yarasha. Hop, bunimiz 230 ming. U ham Turkiyaniki, 6tasi 230 ming. Bunimizchi, hojijonim? U ham nima Turkiyaniki 180 ming ekan. 180 ming. Ha. Molar Xitoy 120. 120 ming. Ha, tushunarli. Bular ham Xitoy bular. Qanaqa so'tsadik, hojijonim? Ha, molar Turkiyaniki. O'nolar Pashabag'cha Turkiya u ham. Shuni ko'rib turibsizlar. 175 ming, 150 ming so'm, 75 ming so'm. Nima so'radingiz? Xullas, mana ko'rib turganinglardek. Hamma shunga qiziqyapti-yu. Qaysilar endi? Mana bu shisha idishlarimiz Luminar Turkiyaniki pishiq. 850 ming. Nechta bu? Bitta komplektda 44 ta bo'ladi, 46 talik bo'ladi. Ham suv uchun, ham choy uchun. Salatnitsalari bor, katta tovoqlari ham 6 tadan. Ono kichiklari ham 6 tadan, piyolasi. Soni ko'p, puli arzon yaxshi. Bularimiz-chi? Ana ulaganlarimiz 150 mingdan ovqat idishlarimiz. Aytdiki bu Xitoy? Xitoy ularniki, ha.
Hop, tushunarli. Bunimiz nimaga, Hoji? Ular zamzam suviga. Zamzam suv. Ha, tushunarli. Xo'p, azizlar, qo'limizdan kelgancha video qildik. Bu yerda ko'rib turganlaringlardek faqat idish tovoq emas, oshxona uchun barcha kerakli bo'lgan narsalar shu yerda jamlangan. Eng asosiysi sizlarga optim joydan obzorimizni qilyapmiz, azizlar. Hamma narsa mavjud. Mana aytganimizdek, hamma narsamiz bor. Pastda bilan aloqaga chiqinglar, Telegram kanallari bor. Bemalol obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin. Eng arzon, bundan arzon topolmaysizlar xudo xolasa. O'zlari olib kelib, o'zlari sotadigan do'kon. Hech qanaqa ikkinchi qo'l, uchinchi qo'l emas, foydalanishga emas, o'zlari olib kelar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Azizlar, o'zlari ehtiyot qilinglar. Qo'limizdan kelgancha obzor qildik. Yana nimalar narx kerak bo'lsa, pastda bilan aloqaga chiqaverasizlar. Xayr.